Qirg'iziston elektr energiyasi evaziga Qozog'iston va O'zbekistonga suv beradi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston suv energetika sohasidagi hamkorlik parametrlari va o'zaro qo'llab-quvvatlash bo'yicha kelishuvga erishdi. 2025-yil 22-noyabr kuni Olmaotada 3 davlatning energetika va suv xo'jaligi vazirlari ishtirokida muzokaralar bo'lib o'tdi. Tomonlar To'xtag'ul suv omboridagi murakkab vaziyatni inobatga olib, bir-birini qo'llab-quvvatlash maqsadida o'zaro elektr energiyasi yetkazib berishni muvofiqlashtirishga kelishib oldi. Qozog'iston va O'zbekiston kuz-qish mavsumida Qirg'izistonga elektr energiyasi yetkazib berishga tayyorligini bildirdi. Bu Qirg'izistonga qishda ishlab chiqarish hajmini kamaytirib, suv omborida yetarli suv to'plash imkonini beradi. Keyinchalik bu suv Qozog'iston va O'zbekistonda vegetatsiya davrida qishloq xo'jaligi yerlarini sug'orishga yo'naltiriladi. Muzokaralarda shuningdek energiya iste'molini kamaytirish va tejash bo'yicha qo'shma choralar masalalari ham kelishib olindi. Uchrashuv ishtirokchilari hamkorlikning mintaqaga energetika xavfsizligini mustahkamlashdagi ahamiyatini ta'kidladi. Yig'ilish yakunida 2026-yil vegetatsiya mavsumi uchun qishki elektr energiyasi yetkazib berish va suv to'plash rejasini huquqiy asoslovchi 3 tomonlama bayonnoma imzolandi.